Mana shu yerga ekan, торговый sentrga. Endi nima qilaman? Bu yoqqa o'taman, stress yuraman endi. Birinchi buyurtma turibdi. Orqada ikkinchi hozir uni borib olib kelishim kerak-da, olib kim bu yerga qaytib kelishim kerak. Roziman, o'zi 5 minglik bo'lgan-da. Yaqin joy. Bizda keyingi buyurtma bor. Cho'shib aka. Assalomu alaykum. Siz bilan Bo'ldi. Yo'l to'g'risida yurganingizga ishlab yozmayman. Bo'ldi. Gaylardan yaxshi odam ko'rmadim. Ko'chada to'g'risida. To'kilibdi-ku, Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, tanijoninglar sog'mi? Xullas, hozir soat 9:49, 9-aprel payshanba. Buyurtma olishni bosamiz. Liniyaga kirdik. Birinchi buyurtma tushdi yoqqonimizdan. Uzoqdan 14 ming so'mlik buyurtma 2-3 kilometr. Xullas, yetib keldik. Oldik Somsaxonadan ekan. Bu 14 minglik buyurtmamiz 208 kilometr ekan. 2-3 kilometrdan keldik o'zi. Mana shu yerga ekan, торговый sentrga. Aha. Ha. Assalomu alaykum. 14 ming. Ha? 14 ming. Yoqimlishlar aka. Ular o'zi 14 ming bo'lgan, 2 ming choy puli berdi. Shu Yandex setkasi choy puli ko'proq. Hozir ikkinchi buyurtma tushdi, atmam bo'lib ketdi sirazi. Boyagi chaqirgan buyurtma hozir yana o'sha chaqiryapti menimcha, katta ehtimol bilan. Yo'l chetidan yuribman-da. Endi nima qilaman? Bu yoqqa o'taman, stress yuraman endi. Ilojim yo'q stress yurmasam. Ikkinchi buyurtmamiz shu yerda ekan. Alo, assalomu alaykum. Yandex kuryermi? Salomatmisiz? Qachon ketishdi? Bo'ldi. Ikkinchi buyurtmani olib ketar ekanmiz. 7,5 ming so'mlik buyurtma ekan, 2-3 kilometrga. Mana Yandex ahmoqligi-da, mana o'zi birinchi buyurtmani topshirishga yetib kelib qoldim-da. Birinchi buyurtma turibdi. Orqada ikkinchi hozir uni borib olib kelishim kerak-da, olib kim bu yerga qaytib kelishim kerak. Yetib kelgan joyimda hozir ketib nima qilaman? Qayergadir hozir joyga boraman-da, hozir mana narsani topshirib ketaman, yana qaytib kelaman. Ular atmen qo'yardi. Yaxshi, mana endi joyidan bosib qo'ydim. Bo'ldi, topshirdimni bosdik. 3-buyurtma tushdi, 1,4 kilometrdan 7,5 ming so'm. O'zi narx juda past paytida hozir. Qara, nomer tushdimi Sabir Rahimovga? Shu nomerga qilsang oladi 0052. Yozgan bo'lsangiz bo'ldi-ki. Men bilmayman, qizim chaqirib bergan. Men chaqirishni bilmayman. 0052 ekan. Shunga qilsang oladi. Xo'p, 3-buyurtmamiz 209 kilometr ko'rsatyapti Sabir Rahimovga. Birat eshikdan eshik bosilmagan ekanda, qo'shib bersangiz olib kirib beraveraman. 7 ming bo'lganda eshikdan eshikka 5 ming qo'shiladi. Yo'q aka, muammo yo'q, prosta o'sha servis ham pulli demoqchiman-da. To'g'risida o'zi servis eshikdan eshik bosilishi kerak-da. Mana bunda bosilmagan hozir. 7 mingga 5 ming qo'shilsa 12 ming bo'ladi. O'sha menga 12 ming berishga hozir o'zi qo'shdi mana. Aytsam, bo'ldi unda hozir o'zi chiqadi dedi. Sog' bo'ling. Ikkinchi buyurtma ham tushdi qo'shib 13 minglik buyurtma ekan. Hozir 4-buyurtmam 560 metrdan ekan. Ha, keldim men do'kon ishga kirdim. Rahmat. 13 minglik 3 kilometrga. Bo'ldi, xo'p. Narsa qolib ketibdi, qaytib keling deyapti. Mayli endi. Xullas, qolib ketgan narsa shu ekan. Xolisiz olib chiqib beraman aka. Eshikdan eshik bosilgan mijozlarga chiqib boraman xolisiz deyman. Agar eshikdan eshik bosilmasdan olib kirib berdi bosh qotiradigan bo'lsa, shunaqa servis xizmatini to'la deyman. To'lasam kirib beraman deyman. 13 ming bo'lgan. 13 ming? Ha. Bizda 5-buyurtma bor.
yana orqadan tushyapti-da. 5000 so'mlik buyurtma. 3 kilometrga borish uchun 5000 so'm. 5000 so'm uchun 3 kilometr borar ekanmiz. 5000 so'mga lekin olib boradigan joyim uzoqmas ekan. Lekin boya keladigan joyim uzoq edi-da. 3 kilometrdan keldim-da. Hozir 5 minutlik narsa olib ketish uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Olishni bosdim 1-2 kilometrga. Endi olib ketaman deb tursam 12 minglik qo'shimcha buyurtma berdi orqamizdan. 202 metr, 220 metr joydan. Atmay qo'yardim? Ha, atmay qo'yardim. Mana bu. Sog' bo'ling. Ha, roziman, o'zi 5 minglik bo'lganmi-da? Yaqin joy. Sog' bo'ling. Ketdik 6-buyurtma 2,5 kilometrga. Sizlargamidi? Aha. Assalomu alaykum. Xo'p. Xo'p. Yo'q, nima bo'lmaydi. Xo'p, sog' bo'ling. 17 minut ko'rsatdi, 10 minutda boraman-da. Xudo xolis. Eson-omon yetib oling. Aha. Rahmat, sog' bo'ling. 20 ming so'mlik buyurtma. Aha. Ha. Assalomu alaykum. Nima yoqimli ishtaha. Rahmat. 20 ming so'mlik buyurtma, 6-buyurtma topshirdik. Bizda keyingi buyurtma bor. Cho'chib biz aka. 3,1 kilometrga ekan keyingi buyurtma. Joyi turibdi. Boshingiz qotirmasa bo'ldi. Menmi? Assalomu alaykum. Siz bilan Bo'ldi. Yo'l qanday to'g'risini yurganingizga ishlab yozmayman. Bo'ldi. Ehtiyot bo'ling, xo'p, qayerga yursangiz. Xo'p. Sog'liqni asrang. Bo'ldi aka. Bo'ldimi? Rahmat. Mana yo'ldan yurib keldim. Yozardi. Qarang. Yozardi, men yozmadim. Bu yo'lga o'tib olganimga keyin mayli yozmayman dedi. O'z xatoda yo'lda yurish bor-ku. Realni xato. Qiladigan ish emas-da o'zi. Noto'g'ri ishda. Yaxshi, mana hamma gayni so'kadi, bilmayman nega so'kadi. Gaylardan yaxshi odam ko'rmadim. Ko'chada to'g'risida. Ko'pchilik yomon ko'radi lekin bilmayman. Instagramga kirsak hammasi so'kkan. Hozir bir kamida bir 3 kilometr joydan keldim. Olib boradigan joyim ham bir 4-5 kilometr ekan. Assalomu alaykum. Он просто мне позвонил мне. Bo'ldi, xo'p. Ладно. Aha. Все. Xo'p. Доехать, да? Ha. Спасибо большое. Xo'p, sog' bo'ling. Nimadirlar dedi, tushunmadim. O'sha rahmat deganini tushundim. 21 ming so'mlik buyurtma 508 kilometrga. Yaxshi. Yo'lda qo'shib bergan ikkinchi buyurtmaga keldik. 12 ming so'mlik. Kutdi lekin ancha uzoqdan keldim. Bu ham eshikdan eshik bosmagan, ichkariga kiring deydi. Yandex sizgamidi? Aha. Endi birinchi olgan buyurtmani tashlaymiz, keyin hozirgi olganimizni tashlaymiz. Assalomu alaykum. Sizgamidi? Sog' bo'ling. Birinchi olgan buyurtmamizni topshirdik. Endi ikkinchisini topshirishga boramiz. 12 ming so'mlik edi. 3 kilometr ekan masofa. Abonent band iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling. Sizdan kitob olib ketuvdim. Hozir qabul qiluvchining yoniga keldim. Telefon raqamiga telefon qilib tusha olmayapman. Assalomu alaykum. Ha. Salomatmisiz? Qanchaga oldingiz aka? 5 million oldim. 5 million. Qancha foydasi beradi? Ha, foydasi bor albatta. Mengiz yozib oling. Yo, telefon raqam bera olmayman. Ne? Nimaga berishim kerak? Kerak. Ha, yo'q, uzr lekin. Assalomu alaykum. Salomatsiz?
mana shu yerdan kirasiz 3-chi yoki 4-chi qavatda. Ha, yangimi deyman-da akamiz. Men mana u qancha qotiraman, lezvasi ketganmi deyman-da. Ha. Pakoyim lezvasi ketibdi. Assalomu alaykum. Salomatimsiz? Kitob edi, ha? Xo'sh. 12 ming. Aha, rahmat. 20 ming choy puli. Общий 8 ming choy puli, 20 ming emas. Bizda keyingi buyurtma bor 2,7 kilometrga narx 12 ming so'm. Bunisi atmen bo'ldi. Yana tushdi, yana atmen bo'ldi. Shu yerda o'zi shu kunlar dastavkani anaqasi yo'q, mazasi yo'q. O'zim Yandexda ham yo'q, qaysi kuni o'zimga chiqdim, Yandexda chiqdim, yaxshi dastavka qildim-ku. Yaxshi ishladimi? Bunda yaxshi emas shekilli. 25 minglik buyurtma tushdi, 3 kilometr. Kutmasa kerak u. Ishlagim ham kelmay qoldi. Assalomu alaykum. Borib 180 ming olib kelib kelganingiz yurtingizni beradi. Bo'ldi, xo'p. Demak, borar ekanman, qaytar ekanman. Borib pulni olib qaytib ketar ekanman. Masofa 1,4 kilometr. Boramiz 1,4, qaytamiz 1,4, 3 kilometr ekanda. To'kilibdi-ku, Ovqat olmayman deyman. Hozir kimni ayb endi bu? U o'ra bermaganiga men ham yo'limda to'g'ri keldim. Qarang, bu ovqatingiz ham hozir to'kilganda. Og'zini yaxshi yopib bermayapsiz. Hozir nima qilay endi buni? Men hozir boshim qotib qoldi. Stresslangan ekan, men ham ko'rdim. Hozir lekin ochsam, anaqa suv oqib ketganda. Yo, bo'lmasa men hozir qaytay demoqchiman-da. Hozir nima qilish bilmayapman lekin. Hozir qarang, restoran bilan gaplashdim-da. Men ovqat hozir yaxshi yopib bermagan, to'kilganda. Men hozir o'shani qaytarib olib boryapman. Ular bilan gaplashdim, qaytib keling dedi, boryapman hozir. Pulni nima qildi, berdimi? Pulni berishgan yo'q. Bir mana shuna qo'ydim, olib borganimda anaqa yotuvdi. O'shandan bo'ladi, Yo'q. Shu paytgacha ovqat to'kilmaganda menda. Bu ham og'zi yopilmaganda, yaxshi oke. Mana aka necha safardan bir ishlaydi, bir marta ham anaqa kasani bo'lmadi. Yo'q, men masalan menda ham bir marta ham bo'lmaganda. O'shan hozir bilmadim endi men sizga nima deb javob beraman buni. Ularga ham ko'rsatdim. Yo'q, o'sha yaxshilab islangan bo'lgandan to'kilmasdi ham-da. O'zingizda ham alohida qo'yapsiz, endi yonma-yon. Yo'q, uni men buni suv ovqatligini bilganim yo'q-da. Yo'lkira shart emas endi aka. Yoki tiyma. Yo'q, brat. Borib keldi. Endi men ham nima qilaman endi aka, qaysi anaqa bilan. Shart emas, brat. Bo'ldi, anaqa qilsangiz bo'ldi o'zingiz. Qaytib olmayman endi, bor-ku. Suyumi quyuvmi, to'kilmaydimi deyman-da. Ha. Og'zim kuyib masalaqa bo'ldi. E'tibor ham bermabman-da. E'tibor ham bermabman-da o'zim. Yo, men ham hozir yurgan mahalan orlar bor, unaqa tez ham yurganim yo'q, boshqa yoqqa yurganim yo'q. Yaxshi, xo'p, keyingi buyurtmamizga 11 ming bo'lgan 1,5 kilometr. Bu yerga ham ko'p kelganman. 3-4 marta kelganman. Assalomu alaykum. Shumi faqat? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Mana aka, nech pul edi? 11 ming. 11-chi buyurtmani olib ketishga keldim. Bu oxirgi buyurtma. O'zi soat 2 bo'ldi. O'z 4 soat ishlamoqchi edim-da. Assalomu alaykum. Sizga ham. Ketdik. Poyezddan ovoz chiqardimi? Hammasi. 16 ming. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Bugun 11 ta buyurtma qildik. 10 dan soat 2 gacha ishladik. Umumiy 128 ming so'm bo'ldi. O'tgan gal Yandex Eats'da 14 ta buyurtma 150 ming so'm bo'lgan. O'zimda 10 ta buyurtma bilan 134 ming bo'lgan. Mana shu yetkazishdagi hozir eng past narx shu bo'lyapti. O'zi rostdan yetkazishda narx bugun o'zi arzon, hamma ishga chiqqanmi, nima balo, kun ham salqin. Lekin yaxshi, bir tarafdan bu afzalliklari boshqalarga qaraganda afzalliklari, smena olib o'tirmaysiz. Xohlagan payt ishingizni boshlaysiz, xohlagan paytda tugatasiz. Keyin taksoparkda anaqa foizi kamrog'ini tanlaydilar. Meniki hozir Grand taksopark foizi 4%, botga hisobni to'ldiraman desam yana foiz oladi. Hisobni yechib, botdan pul yechib olaman desam yana anaqa qiladi. Nima edi?
foiz oladi. Xullas bu foizi ko'p ekan. Yaxshisi buni bu grant ishlamasligini tavsiya qilaman. Menda o'sha anaqa yaxshi edi. Milliyim yaxshi edi. U faqat u ham 3-9% olardi, lekin hisobdan pul yechishga, hisobdan pul to'ldirishga foiz olmasdi. O'sha taraflari yaxshi edi. Keyin o'sha buni minus tarafi boyagindek zakaz ko'p atmen bo'lish ehtimoli bor. Kutmaydi, ko'p atmen bo'ladi. Boshqalarga qaraganda, lekin menga shunisi bir bosh og'rig'i sal ko'proqda buni. Lekin boyagi puldan, boshqadan o'z hammasidan bir xil topsa bo'ladi. Bunda ham yaxshilab ishlasangiz, bunda ham o'sha 400-500 men masalan 800 minggacha topganman-da. Eng yaxshi topganim o'sha 800 minggacha topgan. Bunda ham topsa bo'ladi. Aytganim shu. Xulosa sizlardan shu men bir kunligini ishlab ko'rsatdim, o'sha 4 soat ko'rsatishim kerak edi. Nasib qilsa, ertaga lavkada ishlaymiz. Shu gap akalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyada fikrlarni kutaman. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.